Assalomu alaykum hammaga. Bugun Max klinikasining Dvarkadagi filialida faoliyat yurituvchi neyroxirurgiya bo'limi boshlig'i doktor Sumit Sinha bilan birga bosh miya o'simtalari bo'yicha gaplashamiz. Bu bo'yicha juda ham ko'p savollar kelgan. Harakat qilamiz hamma savollarga javoblar olishga. Agar qolib ketgan savollar bo'lsa, kommentariyalarda yozib ketasiz. Hello sir. Today's you can just give small introduction of yours then I'll Men professor doktor Sumit Sinha Hindistonning Dehli shahrida joylashgan Max ko'p tarmoqli klinikasining Dvarkadagi filialida bosh miya va umurtqa sohasi jarrohligi bo'limi asosiy direktoriman. Bugungi demak mavzuyimiz bosh miya o'simtalari. Sir, eng ko'p beriladigan savol bu bosh miya o'simtalari nima? Ularning sabablari-chi? Oddiy bosh og'rig'i ham bosh miya o'simtasi sababdan bo'lishi mumkinmi? Ha, albatta, savollar juda ko'p bo'ldi. Keling, barchasiga birma-bir javob berib ketaman. Birinchi savolimiz bosh miya o'simtalarining kelib chiqish sabablari. Keling, birinchi bosh miya o'simtasi nima ekanligiga aniqlik kiritib ketamiz. O'simta bu tananing turli qismlarida hujayralarning nazorat qilib bo'lmas darajada o'sishi va bu bosh miyada sodir bo'lganda albatta buni bosh miya o'simtasi deymiz. Bu qanday sodir bo'ladi? Bosh miyaning ma'lum bir qismida miya hujayralari nazorat qilib bo'lmaydigan darajada o'sib, ko'payib ketaveradi. Miyaning bir qismida o'sib ko'payib borayotgan hujayralar turiga qarab, qisqa muddat ichida juda katta hajmga keladi. Sizning ikkinchi savolingiz miya o'smasining sabablariga oid edi. Miya o'smasining ko'plab sabablari bor. Ular irsiyat, atrof muhit va inson hayotida qabul qiladigan turmush odatlari bilan bog'liq. Avval genetika haqida gapiraylik. Hozir ko'plab miya o'smalari tanadagi ayrim genlarning mavjudligi bilan bog'liq ekani aniqlangan. Shu sababli ayrim hududlarda, masalan, radiatsiya ta'siri bo'lgan joylarda, sizning mamlakatingizda, Yevropaning ayrim qismlarida yoki Yaponiyada miya o'smalari va boshqa turdagi o'smalar ko'proq uchraydi. Chunki radiatsiya genlarda o'zgarish qilgan va bu o'smalarning rivojlanishiga olib kelgan. Endi atrof muhit va turmush tarziga o'tsak, inson hayoti davomida qabul qiladigan odatlar ham o'smalarning o'sishini tezlashtiradi. Masalan, zararli ovqatlanish, chekish, spirtli ichimliklarni ko'p ichish, bular tanada allaqachon shakllangan o'smalarning rivojlanishiga turtki beradi. Uchinchi savolingiz miya o'smasining belgilari haqida. Alomatlar asosan o'smaning qayerda joylashganiga bog'liq, lekin eng keng tarqalgan belgi bu bosh og'rig'i. Shuning uchun kuchli, davomli, qayd qilish bilan birga keladigan va ko'rish, eshitish yoki falajlik bilan bog'liq bosh og'rig'ini jiddiy qabul qilish kerak. Bundan tashqari bemorlarning 30-40% da tutqanoq, epileptik xurujlar uchraydi. Shuningdek, ko'rish yoki eshitishning yo'qolishi, tananing ayrim qismlarida falajlik, hushdan ketish, hatto komaga tushib qolish ham mumkin. Agar shunday belgilar bo'lsa, darhol neyroxirurgga murojaat qilish lozim. Endi biz bosh miya o'simtalarining davo yo'llariga keladigan bo'lsak, qanday yo'llari bor? Masalan, jarrohiylik yo'limi, radioterapiya yoki kimyoterapiyami? Yaqinda izohlarda shunday so'rashgan, bir bemorning boshida o'simta aniqlandi va ularga bunga tegmang deyishgan, chunki bu agar o'simtaning yomon turi bo'lsa, agressiv o'sib ketishi mumkin deyishgan ekan. Siz bu haqida nima deysiz? Bugungi kunda miya o'smalarini davolash imkoniyatlari juda keng. Miya o'smalariga qo'l tekkizilmaydi degan tushuncha endi yo'q. Biz deyarli barcha o'smalarga davolash qo'llaymiz. Bemorning umri o'smalarning xususiyatiga bog'liq. Yaxshi sifatli o'smalar, masalan, meningioma jarrohlik yo'li bilan to'liq olib tashlansa, qaytmaydi va bemor normal hayot kechiradi. Lekin yomon sifatli saraton o'smalar tajovuzkor bo'ladi. Juda tez qayta chiqadi va bemor umrini qisqartiradi. Keyingi beradigan muhim savolim, ko'plab bemorlar so'raydigan operatsiyadan keyingi asoratlar haqida. Ba'zilar so'rashadi, operatsiyadan keyin falaj bo'lib qoldim, ko'rish yoki eshitish qobiliyatimni yo'qotdim. Bunday asoratlar nimaga bog'liq bo'ladi? Operatsiyada ishlatiladigan texnologiyagami yoki jarrohning mahoratiga? Asosiy davolash usuli jarrohlik. Biz zamonaviy texnologiya va tajribamizga tayangan holda o'smalarni ko'p hollarda muhim miya tuzilmalarini saqlagan holda olib tashlaymiz. Saraton o'smalarida esa jarrohlikdan keyin radioterapiya va kimyoterapiya qo'llaniladi. Bu usullar bemorning umrini uzaytiradi va qaytish ehtimolini sekinlashtiradi.
Alomatlar va oqibatlar asosan o'smaning joylashuviga bog'liq. Masalan, agar o'sma ko'rish nervi yonida bo'lsa, ko'rish qobiliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin hozirgi kunda ikki narsa juda ham muhim. Birinchisi jarrohning mahorati, ikkinchisi zamonaviy texnologiya. Bizning shifoxonamizda ikkalasi ham mavjud va biz bunday operatsiyalarni muntazam, muvaffaqiyatli o'tkazib kelyapmiz. Yaqinda duch kelgan bir holat bo'yicha so'ramoqchi edim. Ba'zi bemorlar bor, allaqachon boshqa markazda operatsiya qilingan va o'simta to'liq olinmagan yoki o'simtadan keyin boshda suyuqlik to'plangan holatlar bo'lgan. Asosiy savolim bu ikkilamchi operatsiyalar haqida. Bunday ikkinchi marta qilinadigan operatsiyalar natijasi birinchisidek bo'ladimi? Qayta operatsiya masalasiga kelsak, bu doim qiyin bo'ladi. Shuning uchun neyroxirurgiyada shunday deyishadi: birinchi operatsiya eng yaxshi operatsiya. Ya'ni barcha imkoniyat va texnologiyalar birinchi jarrohlikning o'zida qo'llanilishi kerak. Bu yerda qanday bilmayman, lekin bizning xalqimiz orasida bir juda ham keng tarqalgan masala bor, bu bemorlarning kafolat so'rashi. Men ularga agar bir shahardan ikkinchi shaharga mashina bilan ketayotganingizda o'zingizni sog' yetishingizga kafolat bera olmasligingizdek holat deya tushuntiraman. Siz bemorlarga operatsiya uchun ishonchlari komil bo'lishlari uchun nima degan bo'lar edingiz? Albatta, har bir jarrohlikda 1-2% xavf bor. Men doim bemorlarga shuni tushuntiraman. Hayotning o'zi xavflardan iborat. Ammo agar operatsiya asoratsiz o'tsa, yaxshi sifatli o'smalarda bemor 100% sog'ayib ketadi. Yana bir savol, bemorlar eng ko'p so'raydigan bu biopsiya masalasi, ya'ni o'simta aniqlandi, birinchi uning turini bilish uchun biopsiya qildirishim zarurmi yoki to'g'ridan to'g'ri operatsiya qildirishim kerakmi deya so'rashadi. Aksariyat hollarda miya o'smalari MRT orqali deyarli aniq tashxis qilinadi. Shuning uchun biopsiya qilishning zarurati yo'q. Chunki asosiy davolash o'smalarni jarrohlik yo'li bilan olib tashlashdir. 99,9% hollarda biz shu yondashuvni qo'llaymiz. MRT orqali biz qaysi o'smaga operatsiya qilayotganimizni 95-99% aniqlikda bilamiz. Chunki bu bizning mamlakatimizda juda ham keng tarqalgan. Agar siz o'simta turini bilmasdan turib, qanday operatsiya qildirasiz deyshadi bemorlar. Bu juda muhim savol edi, Xadija. Men O'zbekistondan kelgan bir necha bemorlarda shunday vaziyatlarga duch kelganman. Ular biopsiya xulosasi bilan kelishgan, ammo biz ularni to'g'ridan to'g'ri operatsiya qilganmiz. Demak, deyarli hamma savollarimizga javob oldik. Agar sizlarda ham shu kabi muammolar bo'lsa, savollar bo'lsa yoki bu mavzuda biz gapirmagan mavzular qolgan bo'lsa, izohlarda qoldiring. Keyingi safar harakat qilamiz o'sha mavzularni yoritib o'tishga. Thank you so much. Thank you. For your time. Thank you so much.